Yaxshi qo'lini sal turib kelaman. Tavba tazarruq qilgani ketyapti. Mira, biz ham haqqimizga duo qilib qo'ying. Mira. Mushagiz qani? Tushunmadim. Mushagiz qani? Tashqariga chiqib ket. Haligi kuni Sher aka olib kelgan mishiqdan olaman. Faqat haligi bitta ko'zi boshqacha, bittasi boshqachasi bor-ku. Qarang, sochimda ishtimay yo'q, Sulton aka. Ruchkani tiqib yubording orasiga. Anaqa yana ozgina kunlar isib qolsa zo'r zakolkalardan olib beraman. Anaqa kichkina rezinkachalardan, mayda. Madina Husniddinni sevasizmi? Madina opa mendan ancha katta-yu, Farzona. Sizga Murod aka bilan tengmi? bilmayman, lekin mendan kattaligini bilaman. Voy, men bu akajonimni bilan zerikmayman deyapti. Shunaqa deyib turinglar, men qo'rqib ketyapman. Like bosinglar. Sugdiyana karit. Nima? Ya u rashk emas, to'g'ri ma'noda gapiryapti Farzona. Unaqa rashk deb u boshqa narsalarda o'ylaydigan emas. Prostalik bilmaysiz-ku deb to'g'ri gapiryapti-da. Katta xola tugadi. Sugdiyona ka Boshlandi, yana mana shunaqada tezda boshlandi. Katta xola. To'g'ri o'qishni o'zbek tilini tanlash uchun birini bosing, keyin yozing bu. Akajon, men sizni chiroyli yigit ekansiz. Bu nima Madina opa, Farzona P, Sug'diyona aytyapti, to'g'ri o'qish bil deb yozyapti. Tepada yozganlarni o'qiyatchi, sizlar tushunasizlarmikin? Meni eplab tushunib olyapman. Endi sizlar qanaqa tushunasizlar bilmadim. Lekin men eplab tushunib javob yozsam, javob qaytarsam, to'g'ri o'qish bil deb yozibdi. Nima degani u? Qaysi tilda u? Menimcha 2099-yillarda shunaqa gaplashilinsa kerak. Ya'ni qisqarib ketaveradi-yu so'zlarining so'z boyligimiz, so'z lug'atlar. Fayziga o'sha hamma ichingga kirib ketib qolmasin, Fayzi. Solma og'zingga. U qoram qo'llar, bu hojatga borib kelib ushashgan qo'llar. Yo'q. Telefonni ruchkasi. Senga mazza, Fayzi. Nima? Sulton aka. Puxti. Like bosinglar. Kim instasi bo'lsa, instaga qanaqa tashlaylar, mayda. Podpiska tashlaylar.